qilishga keluvdingiz menga? Ozaman deb kelgandim. Ozaman, Monjaro olaman. Kosmetologimiz sizga keldim deb. Men nima dedim sizga? O'ziga qilishimiz kerakligini aytdi, mumkin emasligini. Bizda rosa ko'p bo'ladi shunaqa holatlar, kelishadi-da, Monjaro olaman, mana qo'limda turibdi Monjaro deyishadi. Kosmetologga olmoqchiman, lekin kosmetolog sizga yubordilar. Bitta qarab bering deyishadi-da. Bu qoni bitta uyga qilganimizda уже kamida 4 ta 5 ta kasalda rak topganmiz. Bir xilda odamlarning hayotida shunaqa narsa bor-da, ozishdan ustun turadigan narsalar bor. Tushunasizmi? Siz bor bo'lishingiz, siz sog' bo'lishingiz, sizda onkologiya bo'lmasligi, bu ozishdan ustun turadigan narsa hisoblanadi. Bo'ladi shunaqa holatlar, bemorlar o'zi olib, o'zligiga o'zi ukol qilishadi-da. Ana shunaqa holatda ham keyin kelib, уже mamta o'sma, boqoqda o'sma yoki oshqozon osti bezida pristuplar bo'lgandan keyin ularni og'ir holatdan chiqarish kerak bo'ladi. Keyin videolar chiqadi. Monjaro sizni o'ldiradi. Monjarodan o'lasiz. Simavik olib mazam qochib qoldi. Azimpik olib bunaqa bo'ldim degan. Lekin hech kim o'shani tagida so'ramaydiki, sizga qaysi doktor nima qiluvdiki, siz nima xato qildingiz, qanaqa oldingiz degan savollar bo'lmaydi. Ularda asosiy xato o'zligiga qilishligi, tekshirmasdan qilishligi bilmasdan ishlatishligi. Любой preparat noto'g'ri ishlatilsa, har doim pobochka bo'ladi. Oddiygina analgin zimidrol noto'g'ri ishlatganda ham pobochka bo'ladi. Sitramonni noto'g'ri ichib qo'yilganda ham oshqozonda yara bo'lsa pobochka bo'ladi. Tim bo'li bu kuchli, yangi chiqqan preparatlar hammasida agar noto'g'ri ishlatilsa pobochka bo'ladi. O'shaning uchun sizni taktikangizni to'g'ri deb bilaman. Yaxshi ham birinchi kelib tekshirilib, sizga mumkin emasligini tushundingiz. Analizlarimni u kosmetologga yuborgan paytimda hech qanaqa muammo yo'q ekan. Keling qilamiz deyishdim. O'sha meni shubhalantirib to'g'risi. Amanda kuniga 3 ta 4 ta odam bo'ladi. Даже o'zim preparatim bor deyishsa ham qilmang, qo'ying, kerak emas deb chiqaraman, chunki yaxshi yomon taraflari bor, uni to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Hozir